Bugun sochimni shampunli kraskaga bo'yab ko'ramiz. Birinchi rosa strukturasini o'qidim. 45 minut 3-5 minut deb yozib qo'yishgan. Bilmadim, inglizcham bilmaganim uchun tarjima qila olmadim. Translate'dan foydalanishga erindim, to'g'risi. Boshimni 2 marta yaxshilab shampunlab yuvdim. Eshitganim bo'yicha qilib ko'rdim. 2 marta doimiydaqa yuvasiz, keyin perchatka taqib, qo'lingizga buni boshingizga surkab turib, 5 minut ushlaysiz deyilganda, shunaqa qilib eshitganim bo'yicha qildim. Yaxshilab ko'pgina surkadimda, hammasini boshimga surkab olgandan keyin qo'limdan ketarmikin deb perchatkani yuvib ko'rsam, ketdi. Ha, yaxshi dedim. 5 minut turgungacha betimni yaxshilab birinchi gidrofilkada yuvdim, keyin penkada yuvib oldim, keyin tishimni yuvdim. Hammomga e'tibor bermaysizlar, remont bo'layotgan uy bo'lganligi sababli yaqinda kelin olamiz. Shuning uchun hali remonti oxirigacha bitmagan. Boriga shukr qilib yashab yurib. Shuncha ishni qilguncha 5 minutdan o'tibdi. Keyin sirazi boshimni yuvdim. Sochimdan shunaqa fioletoviy rang chiqib ketdi. Keyin kirdimda bunday qarasam o'zgarish bormi yo'qmi bilmadim. Singlimi Estel 18+ bor ekan, qanaqadir sochda sprey ekan, o'g'irlab septimda sochimni quritishni boshladim, lekin sochdan shuna shirin hid keltirar ekan, shu zormondasi. Lekin 90 mingami olibdi ekan, mana olishim kerak. No mayli. Sochim vроде o'zgargandaqa sezildi, lekin tashqariga chiqib qarasam, o'zgardimi yo'qmi sezmay qoldim. Agar sizlarga o'zgargandek tuyulgan bo'lsa, kommentariyada yozib ketinglar. Keyingi safar ko'proq ushlashga harakat qilaman, tarjima qilib ishlatib ko'raman o'rtoqlar. Yana rezultatini sinab ko'ramiz.